Havo bugun cho'tka bo'ldi. Qizdirdilik ha. Prognozni ko'ramiz. 34 eng issiq kun bugun bo'libdi. Yakshanba kuni qattiq yomg'ir yog'ar ekan. Bo'sh mo'ka qilmaganlar, qilmay qo'yaverasizlar. Xudo xolasa havo cho'tka, obitdan keyin bilasizlar. Quyosh tushmaydi do'konlarga. Konkretni bular. Lazaka ham ketyapti mana. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'linglar. Yurdilaring. Sog' bo'linglar. Ha. Bitta avvalashamiz, aytsamanglar. Do'konimiz Shifoladida 9:30 dan boshlanadi ochilishi. Soat 10 gacha, 11 gacha ishlayapmiz. Muddat to'lovga bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi, kiloringlar. Har xil modellar bor. Eskizi bo'lar. Bu taraf do'konimiz manzilni ham bir ko'rsatib ketay. Viloyat hokimiyati to'g'ri ro'parasi, mana yangi zdaniya, katta zdaniya. Fonex do'koni. Bilmaganlar uchun. Orientir mana 900 tashga. Mana 900 tashga yondagi do'kon. Mana orqada versal bor. Do'konimiz aniq manzillari shu. Bobur aka, assalomu alaykum. Qanday sog'lik yaxshimi? Sachmoqchisiz? Orientir bilmaganlar uchun. Soatimiz 6dan 50 ta o'tdi. 11 gacha ishlab bo'lamiz, kiloringlar. Achi chaqirib qo'raman. Voy, sochchang qara, gap yo'q. Aytdim, bugun nima istasiz, Jamshid? Xizmatdamiz, kilolasizlar.